Bugun yakshanba, hammaga dam olish bo'lsa kerak. Maza qilib dam olyapsizlarmi? Bizga esa ayni shanba, yakshanba ish avjiga chiqqan vaqti bo'ladi, chunki ko'pchilik ariston muammolarini hal qilib olay deydi. Navbatdagi murojaat bo'yicha Toshkent shahar Yashnobod Tuzelga kelganimizda 150 litrlik Digan aristonimiz, ya'ni suv isitgichimiz, buni chiroyli holatga keltirib beramiz. Mana tagida obratni klapanlari ham yo'q ekan, chunki bo'lgan suv tomib qolgani uchun uy egalari olib tashlashgan. Aslo unday qilmaslik kerak, chunki u himoya vositasi hisoblanadi. Aristoningizni shishgan vaqtida ortiqcha bosim bo'lganda, ortiqcha bosimni chiqarishda xizmat qiladigan narsa bo'ladi. Buni hozir chiroyli holatga keltirib beramiz. Bundan keyingi murojaatimiz Zangotada, xudo xolasa Zangotaga qarab yuramiz. Mana buni ichini ochganimizda mana shunday ichkari nakibga to'lib ketgan, natijada suvni yaxshi qizdirmay qolgan. Bu holatda tursa tenni chiritib qo'yadi va teshilish bo'ladi, to'kirish bo'ladi. Toshkent bo'ylab kimga aristonlar, duh kontrlar xizmatlari kerak bo'lsa, yuqoridagi raqamlarga murojaat qilasizlar. Borib chiroyli qilib tozalab, remont qilib xizmatlarini qilib beramiz. Salomat bo'lasizlar.